Umar ibn Hattob roziyallohu anhu qorni og'ridi. Tabib ko'rib turib, asal yeng deb tavsiya qildi. Asalga pul yo'q. Kimda pul yo'q? Yer yuzidagi eng qudratli mamlakatda birinchi kishisi Umar ibn Hattobning cho'ntagida asalga pul yo'q. Baytul molda bir ko'zada asal turadi. Nima endi bir qoshiq asal, nima endi bir piyola asal. Bizni shunchamiz, lekin Umarning shunchasi boshqacha edi. Sahobalar yig'di shu uchun ham. Sahobalarni to'plab turib, agar ruxsat bersalar olaman, agar ruxsat bermasalar menga harom dedi. Yana qaytarib aytamiz, bu kishi bizga o'xshab yeb ichib uxlab bozorda yurgan odammidi yoki inson ko'rishdagi farishtamidi? Bir qoshiq asalni ham ummatdan so'rab olmaydimi? Ha, so'rab olmaydi. Chunki bu Umar ibn Hattob roziyallohu anhu edi. U zot ertangi kunimda bugun gunoh qilmayman dedi. Ertaga bormanmi, yo'qmanmi dedi. Mana siz bilan bizga ibrat bo'ladigan kishilar. Bir qoshiq asal uchun parlament yig'yapti. Agar bizni tilimizda aytish mumkin bo'lsa, sahobalarni yig'ib turib bir qoshiq asal olaymi deb so'rayapti.